Damas mashinasini 100% original hadovoy zapchizlari bunaqa arzonga tushishini bilganingizda allaqachon chotki qildirib olgan bo'lardingiz akalar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar va hurmatli podpischilar. Sizlarni Avtomix kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Bugungi yangi video roliklarimiz ko'rib turganinglardek Damas mashinasini 100% original hadovoy zapchizlari necha pulga tushadi? Video rolikda qo'llab-quvvatlash maqsadida bir dona like bosib bu videoni Damas haydaydigan og'aynilarga maksimal jo'natib qo'yamiz. Hamda bizni podpishka qilish maqsadida bir dona like bosib kanalga podpiska qilib qo'ysanglar, shunaqa foydali va qiziqarli videoroliklarimiz faqatgina sizlar uchun chiqadi. Bizning manzilimiz Guliston shahrida joylashgan do'stlar. Bemalol do'konimizga kelsanglar bo'ladi. Telegramdan yozsanglar yoki telefon qilsanglar, lokasiya tashib beramiz. 90lik 477 55 nomerlariga aloqaga chiqsanglar, o'z nomerdan pastga yozib qo'yamiz. Hurmatli do'stlar, mana Damas mashinasiga original hadovoy zapchizlarni ko'rsatib o'tamiz. Unday bo'lsa, bir boshda ko'rsatib o'tgan bo'lsa, nakonechnik bo'ladi. Bu yerda 4 ta nakonechnik chotki bo'ladi akalar. 5-nakonechnik hamda original nimalar chashka bo'ladi. Bu ikkita chashka original, orqa resor vtulka original, old stabilizator original, mayatnik original bo'ladi. Hamda oldi cherepaxa rezinkalar mana 100% original hammalari. O'zlariga Made in Koreya yozuvlari bor. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi akalar. Biz bunaqa qo'shtirnoq ichidagi magazinchilarga o'xshab Xitoyda original deb sotib olmaymiz, to'g'risini aytib beramiz. Toza original zapchizlar hammasi bo'ladi do'stlar. Ana hattoki orqa amortisatorlargacha original, orqa amortisator rezina. Mana adboynik, bitta resor vtulka, ikkita sharovoy original. Faqatgina amortisatorimiz Xitoy bo'ladi. To'g'risini aytib beramiz. Endi ba'zi bir do'konchilar buni ham original deb sotib yuborishadi. Bu Xitoy toza original. Biz qariyb 7-8 yildan beri sotib kelyapmiz. Restavratsiya tufta amortisator emas akalar, toza haqiqiy ishonarli amortisator, ish beradigan yumshoq chotki amortisator bo'ladi akalar, 4 tasi. Xullas, mana shu ko'rib turgan hamma zapchizlarga 1.250 ming so'mdan kelsanglar, hozirgi iyun oyidagi 2025-yil iyun oyidagi narx-navolar shunaqa bo'lyapti akalar. Bugungi sana 19-iyun bo'ladi. Ko'rib turgan zapchizlarni 1.250 ming so'mdan do'konimizga kelsanglar, chotki narxda qilib beramiz akalar. Bu videoni srochniy Damas haydaydigan og'aynilarga jo'natib qo'yinglar akalar. Bitta like bosib qo'yamiz, narx-navo yoqqan bo'lsa.